Haqiqat bormi? Kadastr agentligi to'g'ri mana agar aybdor qilayotgan bo'lsa, bo'lmasam ommaviy axborotga qarshi bo'lmasin. Qarorida yozib qo'yganki, o'z holiga keltirish degani yana musorga qilib qo'yish kerak edi, yana musor topib, musor to'ktirib qo'yish kerak edi. Oldin musorxona hammasi yomon joy edi, qarovsiz joylar edi. Bular rosa obod qildi, qancha mehnat qildi. O'zimiz ko'rdik ko'zimiz bilan. Bu odamlarga haykal qo'yish kerak. Bularga rahmat deyish o'rniga bu qanaqasiga bilan sudga berish mumkin? Men noto'g'ri ish qilgan, ayb ish qilgan bo'lsam, xalq ko'rsin. Shuncha mehnatini zoyi ketkazib, buzishga harakat qilayotgan ekan. Biz hammamiz mahallamiz, qo'ni-qo'shnilar bunga norozimiz. Biz emasam qarshimiz bunaqaga. Обязательно qarshimiz. Daraxt ekkanga jarimami? Bir tomonda ekologiyani yaxshilash maqsadida respublika miqyosida chora-tadbirlar ko'rilayotgan bo'lsa, yana bir tomonda yashil makonni yo'qotish uchun harakatlar qilinmoqda. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan Yashnoboddagi tadbirkor Arsen barpo etgan yashil makon buzilishi bilan bog'liq muammolar yechim topish o'rniga tadbirkor bugun sudda javobgar sifatida ishtirok etdi. Assalomu alaykum. Men Toshkent shahar Yashnobod tumani ekologiya bo'limi rahbari lavozimida xizmat qilib kelyapman. Boltaboy Farhod Bahramovich bo'laman. Hozirgi kunda Toshkent shahar Yashnobod tumanida xosiyatli mahalla fuqarolar yig'ini hududida Qora Avanisan Arsen tomonidan Yashnobod tumani xosiyatli mahalla fuqarolar yig'ini temir yo'l yoqasida tashlandiq bo'lib yotgan joyini obodonlashtirib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni 199-2023-yildagi 23-noyabr kunidagi 199-sonli farmoniga asosan ushbu hududda daraxt va ko'chatlarni ekib yashil bog' yaratganligi ma'lum bo'ldi. Hozirgi kunda ushbu hududga ekilgan daraxt va buta ko'chatlari to'liq yashil makon platformasidan ro'yxatga olinib, tegishli tartibda xatlovdan o'tkazildi. Ekologiya vazirligi tomonidan ushbu holatga hech qanaqa qarshilik ko'rsata olmaymiz, chunki hozirgi kunda ekologiya masalasi dolzarb bo'layotganligi sababli va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan o'sha farmon talablarining bajarilishi inobatga olib, to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir sudda shu yashil makonni saqlab qolish uchun qatnashyapsizlar. Xuddi shunday hozirgi sud jarayonida ushbu holat yuzasidan sud jarayoni bo'lib o'tadi. Ushbu sudda biz vazirligi tomonidan bu masala bo'yicha qatnashib, o'zimizni o'sha bu holatga munosabatimizni bildirib, qarshi emasligimizni ta'kidlaymiz. Shuncha daraxt, shuncha kislorod, toza havo. Hamma joyi zo'r qilib qo'yishdi, keyin bularni kimdir mashina qilsa. Ha bular ustidan qaraydigan odamlar bormi o'zi yo'qmi? Haqiqat bormi? Он посадил деревья, сделал площадку, как говорится. Там была такая свалка, такой мусор. Ну, я хочу от себя добавить, что это тоже, по-моему, нормальное дело. Тем более мы за экологию боремся, правда? Сколько пыли, особенно эти дни, вчера туман. Тоже был непонятного происхождения. Мне кажется, по-моему, это нормально, сажать деревья. Пускай дети гуляют. Все проходит красиво, спокойно, благородно. Я поддерживаю.